Assalomu alaykum, hurmatli zamondoshlar. Assalomu alaykum, hurmatli yoshlar. Mene bugun Yoshlar ishlari agentligi Qoraqalpog'iston Respublikasi boshqarmasi tarafidan 1 dekabr Qoraqalpoq tilining mamlakatlik til birligi berilganiga 34 yil to'liq munosabati bilan zamondoshlarımizdan 1 dekabr qanday kun atli so'rovnoma o'tkazmoqchimiz. So'rovnoma qay darajada o'tgani yuqoridagi videoda to'liq ko'rishingiz mumkin. So'rovnomani olish uchun qani ketdik. 1 dekabr qanday kun? Qabul qilindi. Necha yil bo'ldi? 34. 1 dekabr Qoraqalpog'iston til bayrami. 1 dekabr qanday kun? Ana tilimizning qabul etilgan kuni. Necha yil bo'ldi? 34 yil. Sizlar Qoraqalpoq til bayrami. Qaydan oldi? 1 dekabr ayning boshida Chani. bo'lgan Qoraqalpoq til bayrami. Qoraqalpog'iston Respublikasi davlat tili maqomi bergan kun. Qoraqalpog'iston til bayrami degan. Qoraqalpog'iston til bayrami. Qoraqalpoq til bayrami. Til bayrami ismi? Qoraqalpoq til kuni. Qoraqalpog'iston til bayrami. Osmon bilan bugungi so'rovnomamiz bu jumagina yetdi. Diqqat ham e'tiboringiz uchun rahmat. Bayramingiz qutlug' muborak bo'lsin.